Срочный narxida 7000 ga deyarli toza holatda bo'lgan Nexus avtomat korobka 2018-yil ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 136 km. Mashinaning rangi choko rangda. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan. Tonirovkani ruxsat tugagan ekan, diskalarni alishtirgan, yumshoqroq yurish uchun saka emas, oddiy shtampovka taqilgan. Navrotlari bor, texnik holatlari yaxshi holatda, kuzov qirilib ketmagan. Kraskasi bitta kichkina pitnosi bor, u ham bo'lsa eshigini, shopir eshigini pastida mana shu joyda pitno qilib sepilgan. Qolgan joyi toza, bitta vmyatina joyi bor. Arzimagan pulga buni ham chiqarib beradi. Hozir ko'rsataman. Oldi kriloni mana shu joyida eshik aralash vmyatina bor. $50, nari borsa $100 ga bitadigan ish. Salonlar akkuratniy holatda, deflektorlar qo'yilgan, Findifirskiy rul qo'yilgan, Pioneer magnitofon, bagajda usilitel bor, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar bor, akkuratniy salon, chexol poliklari bilan 4 ta eshigi va torpedkasi shuma izolyatsiya qilingan. Narxi $7000. Telefon raqamlarini videoni ostida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Videoni arzonchiroq, toza holatdagi Nexus qidirib yurgan tanishlarga shunday yuborib qo'yamiz.